Vrachlari Bunyodjon Mahmudov. Bugungi videomizda har bir inson bilishi kerak bo'lgan mavzu laboratoriya tahlillari haqida gaplashamiz. Qon, peshob, najas tahlili, biokimyoviy tahlillar, IFA, PCR bular inson salomatligida qanday ahamiyatga ega? Shular haqida suhbatlashamiz. Qani ketdik. Laboratoriya tekshiruvi bu shifokorga sizda qanday kasallik bor yoki yo'qligini aniqlashga yordam beradigan tahlillar. Odatda qon, peshob, najas, og'iz shilliq qavatidan surtma yoki boshqa namunalar olinadi. Agar siz charchoq, bosh og'rig'i, kamqonlik, infeksiya alomatlarini sezsangiz, shifokor ana shu tahlillarni tavsiya qiladi. Umumiy qon tahlili organizmda yallig'lanish, infeksiya yoki kamqonlik bor yo'qligini ko'rsatadi. Trombotsitlar, leykositlar soniga qarab shifokor bemorga tashxis qo'yadi. Qonning biokimyoviy tahlili ichki organlarning, jigar, buyraklarning holatini, qondagi qand yoki xolesterin miqdori va boshqalarni aniqlash uchun o'tkaziladi. Gormonlar tahlili organizmda gormonal muvozanatni aniqlaydi. Ayollar va homiladorlar uchun bu juda muhim. Peshob tahlili bu buyraklar va siydik tizimining holatini ko'rsatadi. PCR va IFA virusli infeksiyalarni aniqlash uchun eng aniq usullardan biridir. Laborator tahlillar qachon topshirilishi kerak? Doimiy charchoq, uyqusizlik, bosh og'rig'i, belda og'riq bo'lganda, homiladorlik va homiladorlikka tayyorlanish davrida, qon bosimidagi o'zgarishlarda, ovqat hazm qilishdagi muammolarda va albatta eng muhimi yilda bir marta profilaktika uchun topshirilishi kerak. Qon tahlili oldidan 8-12 soat ovqatlanmaslik, stressdan saqlanish, sog'lom uxlash, tahlil oldidan jismoniy faollikni cheklash. Azizlar, har bir tahlil ortida sizning salomatligingiz turibdi. Vaqtida tekshiruvdan o'tish kasalliklarni oldini olishga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalga obuna bo'ling, do'stlaringiz bilan ulashing. Quyidagi izohlarda o'zingizni qiziqtirgan tahlil haqida yozib qoldiring. Keyingi videoda ana shu haqida gaplashamiz.